Ko'pchiligi qiziq. Ko'p menga beriladigan savol, Ali blogerlikdan tashqari qanaqadir ishingiz bormi, qanaqadir biznes qilasizmi deb ko'pchilik so'rardi. Oldin yo'q edi. Endi bo'lishi mumkin. Gap nimada ketayotganligini hozir sizlarga ichkarida tushuntirib beraman. O'rtoqlar, hozir men Gift House'ga keldim. Do'kondagi tovarlarning ko'pligini, tavardagi sifatdagi narxni ko'rib prosta shokdaman. O'rtoqlar, qanaqasiga sifatli narsa arzon bo'lishi mumkin? Oka, nimaga deb savol bersam, akam tushuntirdi. Oka, biz suvenir sferasi bo'yicha O'zbekistonda birinchi qo'lmiz. Ya'ni 2000 dan oshiq optimchilar bizdan oladi va bizni mijozlarni xursand qilish uchun ham ishlaymiz dedi. Demak, gap bu yerdaligini tushundim. Hozir sizlarga bu do'kondagi tovarlari ko'rsataman. Qani, ketdik. O'rtoqlar, vazirni ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Men bunaqa suvenirlarni juda ham yaxshi ko'raman. Gullarni yaxshi ko'rishimni bilasizlar va yaqinda bundan kichkina vazirni $30 ga olgandim va men bu vazir narxini eshitib shokdaman. 120 ming so'm. O'rtoqlar, ko'rdinglar, do'kondagi biberlar juda ham ko'p, ham sifatli, ham hamyonbop. Men sizlarga ishonch bilan ayta olaman. Gift House'dagi narxlar boshqa joyda takrorlanmaydi. Sababi bu birinchi qo'l, bu yerda ham sifat gapiradi, ham narx gapiradi. Gift House elga xizmat qiladi.